Endilikda ushbu mikroavtobusni siz rassroshkaga, ya'ni o'zini pulini bo'lib to'lashga xarid qilsangiz bo'ladi. Motorimiz 2 li bo'ladi. 144 ta ot kuchi, 4 silindrli, monitor bilan multimedia bitta qilib ulanib ketilgan, faqat 11 kishilik variant hisoblanadi. Buni havo salonni ichida bir xil taqsimlanishi uchun. Bank aralashmaydi, ustiga pul qo'yilmaydi. Misol agar to'lovda kechikadigan bo'lsangiz, foiz ham tug'maydi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlarga zo'r yangiligimiz bor. Ya'ni BAV brendiga tegishli M7 minivanimiz haqida qisqacha ma'lumot beramiz va yangiliklarimiz bor. Ya'ni endilikda ushbu mikroavtobusni siz rassroshkaga, ya'ni o'zini pulini bo'lib to'lashga xarid qilsangiz bo'ladi. Hozir agar videoni oxirigacha ko'rib tursangiz va like bosib, podritsiya qilib qo'ysangiz, boshqa insonlar ham ko'rishiga sababchi bo'lib qolasiz. Ana unda birin-ketin ma'lumotlarni berishni boshlaymiz. Ko'rib turganlaringizdek, oldi jihatlama ko'rinishi juda ham chiroyli, premierli ko'rinishni beradi. Bu yerda stеллажimiz qo'yib qo'yaman, ya'ni bu yerda общий xarakteristikalarimiz yozilgan. Motorimiz 2 li bo'ladi, 144 ta ot kuchi, 4 silindrli. Birdan rasxodini aytadigan bo'lsam, shahar ichida hop 10-12, o'zi aslida 7-14 litr yozilgan, lekin mikroavtobuslar ichida 10-12 litr rasxod qiladi. Endi trassalardan ancha kamayadi, o'zlaringiz bilasizlar. Yo'l mashinaning trassaga chiqqandan keyin rasxodi kamayib boraveradi. Farlarga e'tibor bersangiz bo'ladi. Bupali qilib, juda ham chiroyli qilib, BAV o'z brendiga tegishli. Bu yerda tumanga qarshi chiroqlari, bitta jihozlari bor. Bu mexanika korobkaliga hisoblanadi. Bu endi tonirovkani biz o'zimiz o'sha vid uchun qilib qo'yganmiz. Ya'ni ko'rinishi qanaqa bo'ladi, общий. Ko'rib turganingizdek, juda ham chiroyli, skromniy bo'ladi. Diskalari ham hattoki o'zida zavodskiy, bu taqilgan emas, mana BAV brendiga tegishli. Diska balovlari qilingan. Orqa taraflarini ham bir qator ko'rib o'tiramiz. Qo'shimcha forshkalari bor, orqalari ham mana juda ham chiroyli, skromniy, ortiqcha narsasi yo'q. O'sha qanaqadir misol turizmga qo'ysangiz ham bo'ladi. Misol mehmonlar kelsa chet davlatdan kutib olishga, misol sayohatlarga, shahardan shaharga yoki liniyaga qo'yishga ham zo'r variant. Chunki premium sifatga kiradigan mikroavtobus hisoblanadi. Bunda o'zi zavod tomonidan o'rnatilgan orqa kameralari bo'ladi. Juda ham tiniq, parsonik datchiklari ham bor. Ko'rib turganingizdek, bemalol orqaga yuradigan bo'lsangiz ham kameradan ko'rib, to'siq bo'ladigan bo'lsa, qancha masofa qolganini ko'rsangiz bo'ladi. Endi hozir sizlarga birdan salonni ko'rsatib o'taman. Bu oldi qismi, ko'rib turganingizdek, juda ham keng, monitor bilan multimedia bitta qilib ulanib ketilgan, faqat ko'rsatganda alohida ko'rsatadi. Bu esa orqa ko'rinish. Ko'rib turganingizdek, ahamiyat bergan bo'lsangiz, salonning rangi hozirgi kundagi o'sha trenddagi avtomobillardagi rang ishlatilgan. Bu ham misol hozirgi zamonaviy texnologiyadagi, zamonaviy muhitdagi avtomobil ekanligini bildiradi. Salon sidinalari ham boshqa mikroavtobuslarga qaraganda misol primo ulanib ketmagan, qo'shimcha qilinmagan. Alohida o'rindirilgan. Har bitta misol yo'lovchi o'tirganda alohida bemalol maza qilib qiynalmasdan o'tiradi. Hozir bittasiga o'tirib ko'rsataman. Bu mana o'rtadagi o'rindiq emas. Belini ham mana bu yerdan o'zini yana qo'shimchasiga to'g'rilab yotqizib ketsangiz bo'ladi. Endi agar uzoqroq yo'lda ketaman desangiz, oldida mana 3 kishi bu qo'shimcha o'rindig'imiz. Bu 11 kishilik variant hisoblanadi. Buni hop 7 kishilik varianti ham bo'ladi. U avtomat korobkali bo'ladi, full komplektatsiyada bo'ladi. Bu hozir 11 kishilik mexanika bo'ladi. Orqa o'rindig'i ham xuddi shunaqa qo'shimcha stoli bor. Orqa qatorimiz 3 talik, 3 ta 6, 9, 10 yo'lovchi bilan 11 tagacha odam ketadi. Yana bitta narsani ko'rsatib o'taman, salonning ichida har bitta 3 ta qatorga alohida deflektor qilingan mana. Bu yoqda. Ya'ni havo salonning ichida bir xil taqsimlanishi uchun. Ko'p misol avtomobillarda yoki mikroavtobuslarda bunaqa alohida bo'lmaydi. Yoki oldidan bo'ladi, yoki o'rtadan общийdan keladi. Bunda har bitta qatoriga o'sha limit bir xil bo'lib turishi uchun alohida qilib deflektorlar qo'yib ketilgan. Xo'p, oldi qatorini aytib o'tdim, kaltini ko'rsatadigan bo'lsam, o'zini mana kalti bo'ladi, pulti bo'ladi. Ochib yopib, signali ham bor. Ya'ni mashinani topib olib ko'rsatish uchun. Bu endi hozir mexanika korobkaligi bo'ladi. 5 talik skorost bo'ladi. Hamma narsasi bor. O'sha konditsioner deysizmi, ABS tormoz, aytganimda o'sha rullar ham elektronik uchun multirul, roli multirul, ya'ni multimediani ham boshqarsangiz bo'ladi bemalol. Xo'p, bundan tashqari, agar buni avtomat korobkaligini olaman desangiz, u 7 kishilik bo'ladi. Oldi ham, ya'ni haydovchi tarafi ham, yo'lovchi tarafi ham elektronli boshqariladi. Bu hozir mexanический oldi orqa bo'ladigan bo'lsa, u avtomatda polni elektropaket bo'ladi abduf abagrefi ham bo'ladi. Ham isitadi ham sovutadi ham. Shu taraflarni ham misol narxi jihatlarni ham ajratib olsangiz bo'ladi. Qaysi biri qanaqa ekanligini.
Endi mashinaning umumiy ko'rinishini ko'rdingizda, videoni boshida aytganimdek, avtomobillarga hozirgi kunda rassroshka mavjud, ya'ni o'zini pulini bo'lib to'lash. Bu qanaqa bo'ladi? Bank aralashmaydi, ustiga pul qo'yilmaydi. Misol agar to'lovda kechikadigan bo'lsangiz, foiz ham tug'maydi. Shuning uchun kelib, agar misol 11 kishilik hozir ko'rsatgan versiyamiz oladigan bo'lsangiz, boshlang'ich 35% to'lov bilan hop 3 yilgacha chiqarib beramiz 11 kishiligini. Agar 7 kishilik avtomatini olaman desangiz, 1 yilga chiqadi. Bu ham boshlang'ich 35% to'lov, 1 yilga avtomati chiqadi 7 kishilik. 11 kishilik 3 yilga chiqadi. Bemalol olib turib, misol hisoblatib ko'rasiz. Oylik to'lovim yetmay qoldi deydigan bo'lsangiz, u foiz tug'maydigan versiyasi. Bu eng optimal. Bu ayniqsa avtokredit xushlamaydiganlar uchun zo'r variant deb o'ylayman. Kelib, bemalol avtosalonga kelib tanishib, ko'rishib ketsa ham bo'ladi. Mana bu yerda ham hatto oynadan ko'rsangiz, oynani isitish tizimigacha ham qilingan. Mashina xullas komfort, aytganimdek uzoq yo'lda ham qiynamaydi, maza qilib, turizmga ham, yo'lbosh tashishga ham maza qilib ishlatsangiz bo'ladi. Nalichida hozir ko'rib turgan rangingizdan, qoradan, metallическийdan bor. Saloni ham, misol agar avtomat oladigan bo'lsa, ikki xil bo'ladi. Xuddi shunaqa ranglisi bo'ladi, ko'kka oq svetlisi ham bo'ladi. Nalichida qaysi biri bo'lsa, ko'rib tanlab olib ketsangiz bo'ladi. Narxi ham mana bu tarzda beramiz. Ya'ni mexanikasi 298.800, avtomati 336 million. Endi yana hamda batafsil ma'lumot uchun pastda biz nomer qoldirgan bo'lamiz. Nomerlarga telefon qilib hisoblatib, misol avtomatini olasizmi 7 kishiligini yoki mexanik 11 kishiligini olasizmi? Telefon qilib hisoblatib aytib qo'ysangiz, menejerlar hujjatlaringizni tayyor qilib qo'yadi. Kelasiz, mashinani oformiyat qilib, mashinani olib ketsangiz bo'ladi. Sotuvda tayyor. Agar yana qanaqadir qo'shimcha ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda ko'rsatilgan nomerlarga telefon qilib, batafsilroq ma'lumotlarni olishingiz mumkin, chunki biz maksimal darajada hamma ma'lumotlarni yetkazishga harakat qildik. Bundan tashqari yana bir nechta bizning mikroavtobuslarimiz bor. Ularni keyingi videolarimizda yana sizlarga batafsil tushuntirib ko'rsatib o'tamiz. Aytganimizdek, videoga like bosib, podelitsiya qilib qo'ying, chunki ushbu videoni qancha siz do'stlaringizga, tanishlaringizga jo'natsangiz, boshqa insonlar ham ko'rishiga sababchi bo'la olasiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Barchangizni Shinra FM avtosalonida kutib qolamiz.